Birodar, qarzdorlarni qiynamang. Haqqoniy ravishda agar ular muhtoj bo'lsa, chiroyli holatda birodar, sen agar bera olmayotgan bo'lsang, qiyomatda so'ramayman. Shunday o'rtoqgarchilik bir duo qilib qo'ysang bo'ldi deydi. Undan so'ramasdan qiyomatga qoldirib uni, qiyomatda ahvolini tang holatga keltirib qo'ymang. Yoki, "Alo, seni qarzing bor edi mendan, bo'ldi, kechdim o'shanda." deydi-da qo'yadi. Birodar, kechishlikni ham chiroyli suhbat bilan qiling. Keling, yana pul bering unga. Sen muhtojsan deng. Yana shuncha bering. Va bunisi ham oldingizda ham qarz emas, senga ehson deng. Nega? Nega deysizmi? Birodar, siz gunoh qilyapsiz. To'g'rimi? Sizni namozdan qarzingiz bor, ro'zadan qarzingiz bor. Allohni